Andijonda birinchi marta aqlli yotoq. Bugungi obzorda Ergomotion 450 modelini birga ko'rib chiqamiz. Ergomotion 450 bu shunchaki yotoq emas. Bir tugma orqali siz o'zingizga qulay bo'lgan holatni tanlaysiz. Agarda siz televizor ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'rningizdan turib divanga o'tishingizni hojati yo'q. Bu holatda bemalol televizor ko'rishingiz yoki kitob o'qishingiz, hattoki PlayStation o'ynashingiz ham mumkin. Ishdan keyin charchab kelib, oyoqlarda og'riq his qilsangiz, mana shu funksiya orqali bemalol dam olishingiz mumkin. Bu holatda oyoqlar tana qismidan yuqoriroq joylashib, qon aylanmasini, qon bosimini me'yorlashtiradi va albatta, bo'g'imlardagi charchoqlarni yechishda samarali yordam beradi. Undan tashqari, 3 ta rejimga ega vibratsiya funksiyasi esa sizga yarim soatning ichida chuqur uyquga ketishga yordam beradi. Bu yotog'imiz osteoxondroz, diskogriza, revmatizm va varikozga o'xshagan kasalliklarga duchor bo'lganlar uchun, undan tashqari onalarga, bolalarga hamda tik oyoqda hayot kechiradiganlar uchun birdek to'g'ri keladi. Askonaga tashrif buyuring va shaxsan o'zingiz buni sinovdan o'tkazib ko'ring. Bizning manzil Navro'z mol savdo markazi, A blok, 1-qavat. Askon, sog'lom uyqu shu yerdan boshlanadi.